Qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz? Qachon onangizning yuziga yuzingizni qo'yib, onajon, mendan rozi bo'ling. Yuzlaringizdagi ajinlarda mening xizmatim bor. Sochingizdagi oqlarda sababchisi man. Sizga borimcha xizmat qilay deb qachon aytdingiz? Bolangizni quchoqlab yuzidan o'parsiz, boshlaridan silab erkalatarsiz. Lekin sizni bu dunyoga kelgizgan, butun hayotini sizga baxshida qilgan onangizni ham yuzini silang, yuzlariga boqing. Hayot bo'lib turganlarida to'yib bag'ringizga bosib oling. Toki yo'qotib qo'ygandan keyin bu imkoniyatni topa olmaysiz. Onasi borlar jannatiy bo'lib olishligini Alloh nasib aylasin.